Assalomu alaykum. Mana bugun biz hozir Instagramda trend bo'lgan kolbasalarning haqiqiy, ya'ni go'sht sifati qanchalik yuqori va pastligi bo'yicha yod bilan test qilib ko'rmoqchimiz. Video orqali buni sizga ko'rsatib bermoqchiman. Bizni kuzating. Mana aptichni yod va bizda shirin kolbasalar. Oldida biroz oldin qilib ko'rganimiz 10 daqiqacha bo'ldi, lekin hali yod tushunib olgani yo'q. Aksincha qorayib qoldi. Sizga yangitdan qilib ko'rsatib beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Vaqt o'tgan sayin ham qorayib boryapti. Buni biz kecha marketlardan 1 kilogramm 100 mingdan shirin kolbasalar halol deb bolalarga olib keldim. Aksincha ishonch va sifat, hatto narx ham har doim ko'ngildagidek bo'lmaskan. Shuni o'zingizga, bolalaringizga tabiiy va toza so'yilgan ishonchli mol go'shtlardan bering.